Hammamizga ma'lumki, o'zbek tilimizning lug'at boyligi boshqa tillar hisobiga boyib kelmoqda. Ular tilimizning tub-tubiga shu darajada singib borganki, ularni sof o'zbek tilidan farqlash juda qiyin. Hozir tinglovchilar bilan birgalikda qisqa savol-javob o'tkazamiz va ularning sof o'zbek tilini qay darajada bilishlarini aniqlab olamiz. Demak, qaysi so'z sof o'zbekcha? Demak, men variantlarni o'qiyman, to'g'ri javobni aytasiz. Daftar, qo'l, maktab. Daftar. Noto'g'ri. To'g'ri javob qo'l edi. Chunki daftar, maktab bu arab tilidan o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. Oynak, gazeta, kompyuter. Oynak bo'lsa kerak. Barakalla, juda to'g'ri javob. Suv, radio, dars. Yashang. Javob to'g'ri. Ikkinchi savol. Demak, vaqt, non, ta'lim. Qaysi biri sof o'zbekcha? Vaqt. Noto'g'ri. Vaqt arab tilidan olingan so'z. Bu yerda to'g'ri javob non edi. Rahmat. Deraza, stol, ruchka. Ruchka. Noto'g'ri. Ruscha so'z bu. Yurak, transport, mashina. Qaysi biri sof o'zbekcha? Yurak. Barakalla. Qolganlari demak rus tilidan olingan so'zlar edi. Rahmat ishtirokingiz uchun. Oynak, gazeta, kompyuter. Oynak. Juda ham yaxshi, rahmat ustoz. Chunki gazeta italyancha, kompyuter ingliz tilidan olingan, shuning uchun oynak juda ham to'g'ri javob bo'ldi. Suv, radio, dars. Qaysi so'z sof o'zbekcha? Suv. Juda ham yaxshi, rahmat ustoz. Juda ham to'g'ri javob berdingiz, chunki radio va dars bu arab tilidan olingan so'z.